Uzum market nomi bilan firibgarliklarni amalga oshirayotganlar haqida bo'ladi. Dasturchilarga murojaat qilsam, yasalgan deb aytishyapti, hozir siz tushibsiz deb. Bu mana shu saytga nima orqali kirdingiz, qanaqa topdingiz buni? Instagram sahifasida o'sha reklama bo'yicha chiqib qoldi. Men o'sha uzum deb yozilgani uchun rostdan uzum ekan deb ishonuvdim-da. Har xil kartalar berishganda, даже bitta ham emas. Har xil kartaga nima orqali o'tkazgansiz? Klik orqali o'tkazganman, Paynet orqali o'tkazganman. Bu videomizni yaxshilab ko'ringlar. Uzum deb tepada yozilgani bilan bu uzum market hisoblanmaydi. Mana tegidagi yo 465.com ko'ryapsizlar. Mana shu firibgarlikni bilsa ham bo'ladi shunda. Hozir necha pul yo'qotdingiz o'pshi hisobda? Qancha pulingiz ketdi? O'pshi hisobda 10 milliondan oshuv, lekin bilib-bilmasdan har xil saytlarga kirmanglar, ishonmanglar. Kelgan o'zim meni 13 million so'm so'ragandan keyin shubhalanib qoldim. Qanaqa qilib bunaqa katta summa berish mumkin? O'zi 35 ming so'mdan boshlagan odam bo'lsa deb, keyin surishtirdim. Mana shunaqa kiber jinoyatchiligini bilib qoldim-da. Imkon darajasida ushbu videoni tarqatib yuboringlar. Boshqalar ham klientimizga o'xshab 10 million, 15 millionlab pullarga tushmasin, aldanishmasin.